Ugal salkam 70 million so'mlik kurtka kiyib o'zi rahbarlik qiluvchi tumanlarning birida ko'rinish bergan Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov chiqdi. U Angor va Muzrabot tumanlarida bo'lib, bahorgi dala ishlarida foydalaniladigan texnikalarni ta'mirlash jarayoni bilan tanishgani aks etgan suratlarni hokimlik matbuot xizmati e'lon qilgan. Jarayonda u ana shu kiyimda ishtirok etgan va bu hammasi emas. Hokim qimmatbaho kurtkasining ichidan ham arzon libos kiymagan. Polo brendiga tegishli bo'lgan kiyimi Toshkentdagi butiklarda 25 million 815 ming so'mdan sotuvga qo'yilgan. Endi tashqi ko'rinishga shuncha e'tibor berib, bosh kiyimni ko'pchilik oladigan narxdagisidan tanlasa, uyat bo'lardi, to'g'rimi? Shuning uchun viloyat kattasi atiga 4 million 835 ming so'mlik kepkani sotib olgan, qo'ygan. Birgina kepkaning puliga ayrimlar boshdan oyoq 2 martalab sarpo qilishi aniq. Bir narsani aytib o'tish kerak. Hokimning libosi aynan shu narxdagilardan deb aniq aytib bo'lmaydi. Biroq bloger Mufassa Ulug'bek Qosimovning kiyimlariga e'tibor berib, aynan o'sha Stefano Ricci brendiga tegishli mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanadigan Toshkentdagi do'konlarning biridagi narxlar bilan qiziqqan hamda yuqoridagi raqamlar kelib chiqqan. Faqatgina oylik ishlab bunaqa narxlardagi kiyimlarni olib bo'lmaydi. Aniq bir balosi bor deb ayblashga shoshilganlar ko'pligini rad qilib bo'lmaydi. Chunki hokimlarning oylik maoshi nari borsa 10 million so'mdan balki ko'proqdir. Bu taxmin, chunki biron bir manbada aniq raqamlar ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmasa ham kerak. Shundan so'ng bloger agar hokim yo'q, men Stefano Riccini arzonchi poddelkasidan kiyinaman desa, unda janob hokimdan uzr so'rab chiqishga tayyorman deb yozgan.